Assalomu alaykum aka-opalar, ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor, mana ko'rib turibsizlar qanday ishligini, hozir nima ish qilinadi, oyliga qancha, hammasini ishchilarning o'zidan so'raymiz. Faqat videomizni oxirigacha ko'ringlar. Yotoq joyi bor, obed bor, patinlar chekini to'lab beradi. Kelganim hali bir oy bo'lgan yo'q ishga. Ish izladim. Boshqa Moskvada ishlab yurdim. Bir tanishlarim chaqirib ishga, rosa ham yaxshi ish yoqdi menga. Odamlar mana boshlig'imiz o'sha yaxshi insonlar. Muomalasi ham mana menga kraskaga berdi, o'tirib ish qilasiz, tika turib ish qilmaysiz. Ish bo'lmay tugab qolsa, pokovka o'tamiz o'zimiz uchun. Mana vaqt o'tish kerak. Men 8 kunlikka ilinib qoldim, oylikka. 19 kun ishlagan ekanman. Oyda oxirida oylikka ilinib qoldim. Shunda menga 37.800 chiqdi. Necha kunga bu? 8 kunga. 8 kunga 37 ming. Yotoq joyi bormi? Yotoq joy o'pishda turaman. Albatta hammasi o'zimiz bor, yaqin mana shu oldimizda, ishxonamiz oldida. Sharoiti qanday? Sharoit yaxshi bo'ladi. Kesinmi zamilar uni aka-opalar? Odamlar kesinmi? Ayollarga bemalol kelib ishlasa bo'ladi. Oilasi bilan kelsa ham bo'ladi. Eri bo'lsa, bolasi bo'lsa, farzandi bilan kelib ishlasa bo'ladigan joy. Ishlasa bo'ladi. Bemalol, rosa ham yaxshi. Patentingiz bormi? Men xursandman, hamma narsam bor. Patentlarim 100% qo'yganman. Dokumentim yaxshi. Ishingizga omad. Rahmat akajon, sog' bo'ling. Aka-opalar, biz hozir oxirigacha sizlarga yana ko'rsatamiz. Siz qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikiston? Qayerdan Tojikiston? Xo'jan? Siz qancha oylik oldingiz o'tgan oy? 125 ta. 125 ming.